Hop, bugungi videoyimizda iloji boricha qo'limdan kelgancha osonlashtirib, speakingni qanaqa qilib oshirish yo'llarini tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni umuman olganda speaking oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak, va qanaqa qilib qilishimiz kerak, right? So, birinchi bo'lib, speaking oshirishni tushunishdan oldin we have to understand the problems, ya'ni muammolarni tushunishimiz kerak. Ya'ni ko'pchilik speaking nimaga speaking qaysi tomonlariga qiynaladi? Pronunciation, ya'ni talaffuz qilishga qiynaladi ingliz tilida. Vocabulary kam, ya'ni fikrini to'liq ifoda etish uchun to'g'ri so'zlarni bilmaydi. Ya'ni, o'zbek tilidagi birorta gapini ingliz tilida qanaqa qilib aytishni bilmaydi. Ya'ni lack of vocabulary and lack of ideas, ya'ni ideya kamligi. Ya'ni biron nimani tushuntirib berish uchun ingliz tilida idea kam, right? Shu uchala problema ko'pincha o'rtaga kelib chiqadi. Buni o'sha solutionlari ham bor, hozir aytaman. Endi bundan boshqa muammolarga duch kelishi ham mumkin boshqalar balki. These three are what I know, men bilganlarim shular. Xo'p, endi solutionga keladigan bo'lsak, practice qilish kerak. Ya'ni shu hammasini bizda weakness bo'lgan, ya'ni kuchsiz tomonimiz bo'lganini biz kuchli tomonimizga aylantirishimiz kerak. Qanaqa qilib? Practice qilishni mani fikrimcha speaking uchun effektiv bo'lgan 4 ta narsa bilan practice qilsa bo'ladi. 4 tasidan bittasini qilish kerak emas, 4 tasini ham qilish kerak va har xil yo'l bilan speakingni 4 talasi ham kuchaytiradi. Xo'p, birinchi bo'lib bundan oldin eshitgan bo'lsangiz kerak, juda ham ko'pchilik aytadi, like speaking desa yonida shu shadowing bo'lib keladi. Xo'p, shadowing, ya'ni practice qilishni birinchi metodi shadowing. Shadowing nima degani? Shadowing degani siz bitta videoni, ya'ni любой birorta video or it can even be an audio, like audio bo'lishi ham mumkin, ovoz bo'lishi ham mumkin. Olasiz, ya'ni bitta 1 minutdan 3 minutgacha, it doesn't matter, va xuddi shunaqa qilib orqasidan qaytarishga harakat qilasiz. Right? Qanaqa qilib gapirgan bo'lsa shunaqa. Misol ovozini qayerda ko'targan, qayerda tezlashgan, qayerda sekinlashgan, hissiyotlar, like hammasini ko'chirishga harakat qilasiz. Qanaqa qilib gapirgan bo'lsa shunaqa qilib gapirishga harakat qilasiz. Bu narsa shadowing, ya'ni tilingizni o'sha tilga kelishiga yordam beradi. Boshqa pronunciationga ancha foydasi bor shu shadowingga. Shuning uchun meni fikrimcha like you must, like if you want to improve your speaking, agar speakingizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, majbursiz shadowing qilishga. Endi bitta savol kelib chiqadi. Qanaqa videolarni shadowing qilay degan. Ya'ni imенно sizga o'qituvchi video tanlab bermaydi. Siz o'zingizga yoqqan kontentni shadow qilsangiz bo'laveradi. Любой birorta YouTube videolar bilan to'laydi. Любой birorta o'zingizga yoqqan videoni tanlab, qiyin bo'lmasligi kerak. Shuning uchun o'zingizga yoqqan deyapman. Shadow qilsangiz bo'laveradi, right? Xo'p, keyingi method speaking to yourself. Endi o'ziga o'zi gapirish, ya'ni o'zingiz bilan har kun gaplashib yuring demayapman, haligi Deluluga o'xshab osmonga qarab. So, speaking to yourself degani o'zingizga o'zingiz, ya'ni fikrlaringizni o'zbekchada ham o'ylaysiz, uni qilaman, bugun shuni qilaman deb. Shunaqa qilib ingliz tilida qilishingiz kerak. Ya'ni o'ylashingizni, hozir nima qilayotganingizni, nima qilmoqchiligingizni o'zingizga o'zingiz ingliz tilida ayting, ya'ni fikrlaringiz. Misol uchun, I'm watching a video. Hozir men video ko'ryapman. Yoki hozir men shuni qilaman yoki buni qilaman deb o'zingizga o'zingiz ingliz tilida aytishga harakat qilishingiz kerak. Bu narsa o'sha ingliz tilida o'ylashga majburlaydi sizni. Ya'ni hech qachon siz o'zbek tilida o'ylab turib, har doim ingliz tiliga tarjima qilib gapirib bera olmaysiz. Siz ingliz tilida o'ylashni o'rganmaguningizcha gapira olmaysiz ingliz tilida. Uni вообще iloji yo'q. Shuning uchun o'sha o'ylashni o'rganish uchun o'ylashga harakat qilish kerak. O'sha o'zbek tilidagi thoughtlaringizni o'sha ingliz tilida o'ylashga harakat qilishingiz kerak. Ikkinchisi bu o'sha speaking to yourself. Uchinchisi, bu eng muhim qismi meni fikrimcha. Bu meni fikrim. Lekin eng ko'pchilik qilmaydigan qismi deb hisoblayman buni. Recording and reviewing. Meni fikrimcha u ingliz tili o'rganayotganlarni like 80-70% qilmasa kerak. Buni erinish yoki qanaqadir manfaat olsa bo'lmaydi deb o'ylasa kerak balki. Nimagadir ko'pchilik qilmaydi.
Recording and reviewing nima degani? Siz любой biror narsa haqida gapirayotganingizni yozib olasiz. Bu endi like sal higher levelda uchun, ya'ni siz B2 level, right? Bo'lsangiz, nimadir haqida gapirayotganingizni yo birorta savolga javobingizni yozib olasiz. Misol Telegramda голосовой yoki birorta telefoningizni o'zidan yozib olsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Yozib olib, uni eshitasiz. 1 minutlik narsa xolasi, u eshitsangiz o'zingizga o'zingiz xatolaringiz eshitiladi, ko'rasiz. Mana bu yerda mana bunaqa debman, bunaqa desam bo'larkan degan narsalar. Lekin maksimal feedback olish uchun, ya'ni bitta rekordingizdan maksimal feedback, o'zingiz o'qituvchimansiz yoki speakingiz zo'r emasmi, o'zingizga o'zingiz baho bera olmaysiz. Shuning uchun o'sha audioingizni transcribe qilasiz. Ya'ni transcribe nima degani? O'sha gapirgan narsalaringiz yozuv deganda. Yozuvga aylantirib beradi, shu narsa transcribe. O'sha transkribini olib, men Claude'ni ko'p ishlatib ko'rganman. Claude'ga tashlab, analyze qildirsangiz bo'ladi. Mana xatolarimni to'g'rilab ber yoki sal naturalroq bo'lish uchun nima qilsam bo'ladi. Shunaqa analyze qilsangiz bo'ladi va mana TurboScribe degan bitta veb-sayt bor. O'sha TurboScribe'dan foydalanib, o'sha голосовойlaringizni transcribe qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yozuvini chiqarib beradi. Shu TurboScribe olib turib, Claude'ga tashlab to'g'rilatsangiz bo'ladi. Endi Claude'ni ham ishlatish borda. Ya'ni siz o'zi B1 darajada gapirib turib, uni 9 ga aylantirib ber demaysizda. Shu to'g'rila xatolarini like minimal darajada ponnaliga o'zgartirib, siz gapirgan narsa ashta u yozib bergan narsa boshqa joyda bo'lib chiqmasligi kerak. Ya'ni prompt yozish juda ham muhim, ya'ni to'g'ri prompt yozish kerak. Shuni qilsangiz, siz notice your mistake, ya'ni xatolaringizni payqashni boshlaysiz. Ya'ni bitta xatoligini bilmaguningizcha, ya'ni men xato qilayotgan ekanman demaguningizcha o'sha xatoni qilaverasiz qaytarib. Shuning uchun analyze qilish kerak, feedback olish kerak, ya'ni eshitib turib qaytib, men mana bunaqa debman, demasligim kerak edi bunaqa, yo mana bunaqa deyishim kerak edi desangiz, yanagi safar balki unaqa demaysiz, right? Shuning uchun I think this is the most important one. Like eng muhim qismi mana shu. Nimaga desam, improvement comes from noticing, not just repeating degan mana endi o'zimchalik motivatsionniy narsa yozib qo'yganman. Nima degani bu? Improvement, ya'ni yaxshilanish o'sha bitta narsani anglab yetish, farq etishdan kelib chiqadi. Prosta qaytarishdan emas. Ya'ni bitta narsani qaytaraversangiz yaxshilanib qolmaydi. Xatoingizni anglashingiz kerak, right? Shuning uchun qilish kerak shu narsani. Hozir ko'pchilik qilmaydi, shu videoni ko'rib ham qilmaydi, lekin qilish kerak. Men misol uchun qilaman, right? Ya'ni yoqadi demayapman, to'g'ri, ba'zida yoqmaydi. Chunki sal like painstaking narsa-da, yozib olib, buni tasha, transcribe'ini ol, unga tasha, undan o'qib chiq. Lekin eng ko'p foyda olsa bo'ladigani ham shu, recording and reviewing. Va mana bu ham juda ham zo'r qismi, o'sha eng shirin joylarni oxiriga olib qo'yman. Hop. The chunk approach. Chunk degani ingliz tilida bo'lak degan. Ya'ni bo'lak approach. Nima u bo'lak approach? Ya'ni so'zlarni bitta so'zni o'rganmasdan, ya'ni isolated qilib turib, yagona so'zlarni yozib olib yoniga ma'nosini o'rganmasdan, frazalar, sentencelar yozib olish kerak. Strukturalar yozib olish kerak. Misol uchun, honest so'zini o'zini yozib olmasdan, to be honest degani mana bunaqa ekan. Yoki depends so'zini o'zini yozib olmasdan, it depends on nimadir deb yozib olsangiz bo'ladi. Yoki mana bunaqa strukturalar yozib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, I am not so big on X. Mana shu X ni o'rniga boshqa narsa qo'ysa bo'laveradi. Misol uchun, I am not so big on TV series desam, men seriallarga uncha qiziqmayman degan, right? Ya'ni har doim shunaqa chunk yozib olish kerak. Hech qachon siz 1000 ta so'zni alohida bitta so'z yodlab turib, o'shalarni qo'shib native speakerga o'xshab gapirib keta olmaysiz. Shuning uchun jumla qilib aqlingizga olsangiz, gapirayotganda ancha oson bo'ladi gapirish. So'zga qo'shishdan ko'ra jumlaga qo'shish ancha oson. Shuning uchun jumla qilib yodlash kerak. Hop, endi yana bitta uslubni ko'rsatib bermoqchi edim. Output degan narsa bor ingliz tilida, ya'ni output debmanmi? Input. My bad. Hop. Ya'ni siz
bitta ma'lumotni produce qila olish uchun, ya'ni misol uchun gapira olish uchun siz avval miyaga qo'yishingiz kerak o'sha narsalarni, so'zlarni. Shunaqa ingliz tiliga boshlab turib ertaga gapirib keta olmaysiz, to'g'rimi? Endi mana u oxirgi aytganimda, mana chang qilib yodlash kerak so'zlarni. Endi qayerdan yodlaymiz ularni? Yana mana shu bizga o'sha Tikingga YouTube'da hamma narsa tiqilib yotibdi. Любой birorta, любой emas, to'g'risini aytib qo'yish kerak. Ya'ni sifatli, yaxshi nimadir o'rgansa bo'ladigan videoni olib turib ingliz tilida o'zingizni levelingizga mos, ja too qiyin bo'lmaslik kerak, too easy bo'lmaslik kerak. Olib ko'rasiz. Christopher Nolan is among the great Hollywood directors of his generation. Misol uchun, mana shunaqa video ko'raman. Bitta-bitta tushunishga harakat qilaman. Birorta narsani tushunmay qolsam ham, ya'ni bitta jumlani tushunmay qolsam ham, shuni His to'xtatib, blockbusters have won 8 misol uchun, blockbuster nima degani bilmadim deylik. Shuni mana yerga yozib olaman blockbuster deb, right? Oops, my bad. Mana blockbuster. Endi bunaqa qilib yozib olmayman, unaqa ichidagi chizib, rangli narsalar qilib o'tirmayman. Bu yerda notebook, daftarcha olib videoni ko'rib yozib o'tirsangiz bo'ladi. Men просто tushuntirish uchun shunaqa qildim. Va davom etamiz. Academy Awards and hauled in more than $6 billion. Blockbuster haligina katta. Nolan will release this summer his adaptation of the nearly 3,000-year-old story, The Odyssey. We met the 55-year-old British American in his office in LA, where he wrote epics including Oppenheimer, Dunkirk, Inception, Interstellar. Misol uchun epics, right? O'sha mashhur narsalar, I think, right? Shunaqa qilib xullas, not olib yozib ketilaveradi. Misol uchun jumla yozib olsangiz ham bo'ladi, right? And The Dark Knight. A Nolan movie is a spectacle and loud at the limits of what's possible. At the limits of what's possible. Misol uchun, at the limits of what is possible. Mana chunk yozib oldi bitta. Shunaqa qilib o'rganiladi ingliz tilini. Ya'ni bu haligi rocket science emas, oddiy narsa. Yeah, that's how you learn English actually. I mean, that's how you improve your speaking. Shunaqa qilib ingliz tilida speakingni oshirsa bo'ladi. Yani men shunaqa qilganman. Boshqa yo'li bormi? Balki, bilmayman. Meni bilganim shu. Menga shu narsalar yordam bergan speakingni oshirishimga. That's it, you know. See you. Stay tuned. If you like the video, like it. If you don't like it, dislike it. I don't care. Yeah, see you.